O'g'lim, bu bizlar yangi proyektimiz. Endi faqat ana shu domda ishlaymiz. Hozir prorab keladi, ko'ramiz. Agar prorab yaxshi bo'lsa ishlaymiz. Agar oldingidek bo'lsa ketamiz. O'zi hamma prorablar bir xil mijg'ov dada. Ha, hozir ko'raylik, qanaqa mijg'ov bo'lsa ketamiz. Tamom, ana kelyapti. Dada shumi prorabimiz? Agar shu prorab bo'lsa, bacham men yotib qolib ishlayman. Sizlarmi yangi ustalar? Ha, biza Bizning domda gazoblov bunaqa narsalar ishlatilmaydi. Chistagan kirpichdan tayyorlanadi. 5 yil, 4 yil kutib yurmaymiz. 1 yilda tugatishimiz kerak. 1 yilda qanday tugataman men? Ha, o'zi 5 etajku. Ha, 5 etajmi? Ha, Hayotimni saqlab qoldingiz. O'yligingizni qo'shib beraman endi. Qoching. rostdanmi? Ko'rding bacham? Hayotini saqlab qoldim, endi oyligimni qo'shib beray ekan. Dada, mana bitta saqlab qoling. Hozir saqlab qolasan, hozir tez yura. Ana hamma dokumentlar shu yerda. Hamma dokument joyidami? Kadastrdan bormi? Bor. Mana qurilish inspeksiyasidan ruxsatnomasi bormi? Bor. Trikotaj domlarimiz 5 etajgacha mo'ljallangan. Ikkinchi etaji o'sha bitib bo'ldi. 50 oygacha bo'lib to'lashga berilyapti hozir. 50 oy? Ha, zo'r ekan. Dada, boshqa joylarda 65-70 oy beradi. Ular 65-70 oy degani bilan ana domlarni 4 yil, 5 yilda topshiradi. Biz uzog'i 1,5 yilda topshiramiz bacha. Tushundingmi? Bu aralashma. Bundan tashqari man sizlarga bosh usta bo'lib yana bitta narsani ma'lumot bermoqchiman. 1-oktyabrdan 10-oktyabr ana ustozlar bayrami munosabati bilan trikotaj domlarni 8 tasiga aksiya qilinyapti. Ya'ni 50% to'lab olsangizda remonti bepul bo'ladi. Remont ichida qilib beriladi. Tezroq shoshilinglar.